Ularni xursand qilish uchun Avesosuzdan arzonaviy chiptalarni sotib oling. O'rtoqlar, hammaga assalomu alaykum. Bugungi videoda men 7 oy nimaga YouTube'da yo'q qolganim haqida gapirib beraman, chunki 7 oy men mana shu uyga qurdim. Hozir bolalar kelgan, uy ko'rar bugun menda. Hozir bolalar pastda turibdi, ketdinglarni olib chiqamiz. Yana ijodga qaytolman, ozgina gaplarim chalkashib ketib qolsa, e'tibor bermaysizlar, chunki 7 oy kontent qilmadim. Pastga ovqat zakaz qilib qo'yuvdim-da. Shu ovqat kelgan, hozir ovqat bilan non olsam, bo'ldi. O'z qilmadingizmi ovqat? Ha? O'z qilmadingizmi? Voy, o'zim qilganman. Qo'limda uchastkada qildim. Birinchisiga oyim somsa qilib berganlar. O'zlarining qo'llari bilan uyda o'sha somsalarni bolalarga beramiz-da. Undan keyin akroshka ichadi. Yo'q, birinchi akroshka, keyin somsa, undan keyin manpar beraman. Bo'ldi. Sukunda quyuq ovqat qilmadim, chunki bilasizlar, o'rtoqlar sukunda ketmaydi. Suyuq ovqat zo'r ketadi. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Yo'li cho'ta tanish. Mana shundan yo'rganmisan? Ular o'rtoqlar, bu yerda bizning ofisimiz bo'lar edi. Ofisni yoqib qolib, mana shundan u yoqqa niyat qilib yoqib. Assalomu alaykum. Pishkom komiz akamlar. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Diego. Nima bor soat 12 dan, voqlikdan Xudoy bordi. Nima bor? Bugun Nodir uyda aqiqa o'rtoqlar. Hozir men azmga qilay. O'rtoqlar ko'cha juda issiq. Lekin Jeko azm kutib o'tirmaydi, to'g'rimi? Yo'q, 100%. Ikkitasi azm aka. Ketdi. Yaqin keldi. Azmni qilay, oka. Uy ko'rarga ham 12 da keladi. Hozir men kazinga non olishim kerak, oka. Nega? Ovqatlanmaysiz? Yegan oshi eng zaharmidi? Yomon issiq. Mana shu kazinga o'tib keling, non oling. Tamom. Kecha olib qo'yish kerak nonni. Non? Uyda non yo'q bo'lsa bizlar chaqirma. Svejiy olib kelgim keldi. Sizlar uchun jigarim. Shu yerda ham gap topadi-da, bular bor-ku. Xo'p, remontda eng qiyin narsa nima ekan? Xo'p, remontda eng qiyin narsa ustalar bilan ishlash. Chosam ustalar bu rostdan mashtimga keldi. Malyarkachi bo'ladimi? Eng zo'r ishlagan ustalarni aytaymi? Eng zo'r ishlagan ustalar bu qo'lchilar, santexniklar, elektriklar, undan tashqari mebelchilar. Bu ularga kafelchilar, ularga men hech narsa olib kelib bermadim. Ular o'zidan bilib, ishini ustalari qildi-da. Kimlar? Ishini ustalari. Ha. Chosam. Ya, tipo Voy bale. Shuni ustalar deb ma'no aytasiz. Sizlar ishingiz ustasiz. Qalaysan? Yaxshimisiz? Non olish shunda kazinkadan. Bolalar ishing oldalik. Bo'pti. Ular shunaqa o'rtoqlar. bu ustalar haqida keyin ishini ko'rsa alohida aytib berasiz, bo'lmasa. Voy, aldab ketganlar ham bo'ldi. Ha, yo'g'i? Men faqat bittasini qo'ydim. Bittasini Instagramga qo'ydim, aldab ketgan. Lekin unaqalardan bir nechta o'rtoqlar. Qanchaga ketishdi общий summa bo'yicha? Общий summa bo'yicha aldab ketishgani bir $4000 chiqadi. $4000 просто yo'q ketib qoldi. Zato men o'sha keyingi qurilish qilsam, o'sha hamma narsani bilaman. Hamma narsani oson qilaman. Tanish ustalar bor. Tanish ustalar bor, если aloqa qilsanglar. Kirila. Kiraba. Bolalar shu paytgacha ham remont bo'layotgan paytgacha ham uyimga kelishmagan. Men yordam berardim-ku. Ha, Xohlamayman. qo'lingda kamera bor-ku. Maqtan ekansiz hozir endi. Tak yangi o'yinchoqlardan. Ha. Ana telefon. Yosh bolalar yangi o'yinchoq bilan maqtanadi-yu. Endi Noir puli ko'pda, shunaqa uyni ko'rasizlar hozir. 10 bosib. 10-etaj.
Jeko. 12 ni bosib qo'ydi. 10. 10 degansan. 10 degan. Kichik ko'rmagan a, mana kichigim. Bitta saman ko'rgan, u hali oxirigacha bitmagan. San ko'rmagansiz? Do'stini ko'rganman. Firibgarni bilaman. Yo'q, do'stini. Firibgarni 10 qoldi. Oching, navbat. Sizlar Ketdi mana. Bismillah. Odamlar ham shunaqa uyda yashaydi, odamlar ham. sразу jog'ni shkofdan ochdi. Bu yoqda mana anaqalarim turadi. Oyoq kiyimlari. Oyoq kiyimlarim turadi. Mana bu uyda oyoq kiyimlar gilam ustida turadi. Zalda shunda. Men kiyib uxlayman oyoq. Mana ingliz bitta baqiraveramiz hammamiz. Skrinti garderob. Hozir texnikalar turibdi просто. Seyit bog'i o'tdi. Narsalar qo'yib qo'ysa bo'ladi-da. Mana dazmol qiladiganlar bor, bundoq chiqarib. Bundoq yotqizib. Hammaga emas. Boy bo'lish oson emas ekan-a. Qiyin ekan Endi qo'ldan kelgancha qildim devorlar. Sani odam ekan. Hop, bu oyimlarning xonalari. Atelda ko'rganman men bunaqasini. Siz borsiz, men borman. Bilas, shunaqa devorga rasm chizdirganman bolalar. Hammasi Qo'l mehnati. bular hammasi qo'l mehnatida chizilgan. Qimmat dedi-ku. Nasib qilsin aka, hammamizga gap bolalar shunaqa uylarda yashaydi. Yalaga ancha anaqa maqtanch bo'lib qolibsan. Yo'q, nasib qilsin senga ham chiga. Kartinkalar ham qo'lda chizilgan. Kartinkalar kompyuterda chizilmaydi, to'g'rimi? Qo'lda chiziladi. Bir xil print chiqarib qo'yadi. Bunaqa print qilsa ham bo'ladi. Mana shu misol, nechi pul nodir shuni o'zi. Misol bersin, narxini ham qiziq. Buni menga padarga qildilar. Yo'q, o'zi narxi nechi pul premierni? $2000 to'g'rimi? Bilmadim endi. Bitta kartinkasi $2000 nodir bitta kartinkasi. Men uchun bebaho rasm, chunki buni bu rasmni men oyimga sovg'a qilganman. Mana Nodir yoshdagi ham, mana Nodir oyisi. Ha. Keyingi daftlarda Ikki kishi ketyapti. Hech kim yordamsiz, o'zligi yo'lini topshiradi. Ana. Samo pingvin ketadi-yu. Ha, tushunib qo'ydi ma'nosini Sama. Bolakay hali katta bo'lsa, Yo'q, общий sanusil. Bizaga-da, to'g'rimi? Ha, общий. Mehmonlarga gостевой. ha birinchi bo'l o'zim-a. Ashuni qo'yib olibman. Qidini qaranglar, saunani, voy, bu mana aqlimdan yaxshi. Sauna? Sauna. Xuddi qo'yaman. Rahmat. Dush demoqchi edim, dush. bu общийнiki bu. Shunaqa o'rtoq endi. Yaxshi yatsaga hammasiga nasib qilsin mana. Odam qilgan ish odam qiladi-da. Noyer krasavchik. Yo'q, bu men o'ynam emas bu. Ha, bu Xalchibuqa. Ha, Jigar Krokodilni ko'rmaydingiz ang'ali krokodilni. bu mana Gilamli xonam. Asasan nima qolsan sizlarning bekim olib. Yo'q, o'zlariga отдельныйmish. Voy, o'zlariga bunaqa emish. Kiyimlaring bilan yotibman. Qanaqa ochiladi bu? Oo. Yumshoqgan-a? Bundoq ichiga kirib ketib qolgan. Mana matraslarni qayerdan olgansiz? Nodirbek, matraslarni qayerdan olgansiz bunaqa yumshoq matraslarni? Matraslar uzdan olganman. Matraslar o'zidan, Ha, mashq qo'y Instagramga matraslar uz deb yozsanglar chiqadi. Matraslar o'zim ham boshqarganman marketingni bir paytda. Siz boshqarganingiz uchun meni Nodir uyga qo'ydi, aka. Rahmat sizga. Hop, hozir mebel haqida gapiryaptimi? Ha, men bitta joy yoqdi menga mebellar. Ha, Tipa mana. Bu yoqni ochdimmi? Mana shu tamada. yo'qda ham, yo'qda ham. Ochgandan keyin ichida svet yonar ekan. Ha, Ochsanglar ichida svet yonar ekan. Zo'r. Menga shunisi yoqdi. Ko'p kiyim. Uyga svetga pul tasholmayapmiz. bu yoqda ham svet yonadi. Buni hop o'zingiz nima qildingiz? Tayyorini oldingizmi yoki vaqtida yasattirdingizmi? Hop, bularni hammasini U-mebel yasab berdi. U-mebel. Ha, qara qanaqa gatoviga o'xshab yasab Zo'r. bergan. Faqat shu yoqni meni qolgan mebellarni ham. Hamma mebel. Ha, hozir endi glavniy Noyer oshxonasini ko'ramiz. Oy. Super, bra. Yeah. Noyer oshxonasi kartinka. Buni ham chizdirishgan. Qo'lda chizilgan. Bu kim bu? Yo'q, buni ma'nosini bilmadim, просто kartinka o'zi yoqdi, okey, mana shunaqa kartinka chizib bering. Kelin bola
Otda tanishib qolgansiz kelib. Mana bu kartinka achadim. Manmi? O, Dumi yo'q ot. Nima degani endi dumi yo'q ot? Qimmat ot-da. Eshittirib qo'yding. Eshittirib qo'yding. Oling, buni orqasida seyf bor-a? Yo'q. Yashirin yo'l bor yo'qda. Mana bundoq qilsang. Yo bu yotganingda qanaqasiga misol uchun? Nima? O'ylangan mana. Adasi suv olib keling. Yo'q, mana o'ylangan. Nima? Suv olib keling desa nima yoqish shart buni. Ma'bad Noyer oshxonasi bor. Qani Noir oshxonasi. Bu hammasi tabiiy tosh bulusida. Bular hammasi tosh. Bular ham toshdan qilingan. Mebellarni olmoqchi bo'lsangiz, faqat yu mebel masalan. Yu mebel? Ha, yu mebel. Yu mebel. Rostdan mebellari zo'r. Bu poyiz. suv bo'lsa usti Ishlasa qilmaydi. ketmaydi. Yo'q, ustida bemalol narsa to'g'rasang ham bo'ladi. Qirilmaydi. Qirilmaydi. O'zingizni yuziga qildingiz, odamlarga ham tavsiya berasiz. O'zim baraka topgan ustalarga, odamlarga tavsiya beraman. Mana bu dota bo'pti lekin. Ha, bu Luxdan olingan. Uyimdagi polni освещенияларni, Svet hammasi. hamma svetlarni proyekt qilib, svet qat'iy tushib turadi, qat'iy tushsa ko'proq foydasi tegadi. O'shalarni proyekt qilib bergan Lux bo'ladi. Mana bu spotlar bor-ku, mana bular ham. Qaysi nima u spot o'zbek tilida? Spot bu mana Tug'ilgan joyi. kameraga o'xshagan svetlar. Hammasi Luxdan beriladi. Mana misol uchun menga kerak bo'lib qolsa, baribir ham video davomida qilasan. Emas. Shohruzi qasri bor. 7 etajli qasr ko'rganmisiz? Ko'rmagansiz. Samarqandda boy bo'ladi mana, bitta boy. Jivoy ko'rganman men o'zim borib. O'ziga alohida podvol o'ziniki. Mana aloqam bor. 3 xil sauna, 3 xil basseyni bor. 100 talik. Bitta xonasi mana bitta uyim deydi, to'g'risi. Hali yo'qdimi? Voy, mana vidda qaranglar, vid. Voy. Endi bu uyda asosan men vidga qiziqib olganman. Primerni mana shu Nodira terrasasini o'zi meni uyimni maydonida. Mana shu terras emas. Ham kelinglar, chiqinglar, ko'ringlar o'zinglar. Mana bundoq qarab ketadigan bo'lsang, bundoq yurib qo'yib, nashatimi cantare con la chitarra. Gap yo'q lekin aka, misol yuribmiz-da biz ham oddiy xonadonlarda yashab, oddiy kambag'al, sodda bolalarmiz. Atak Shohruz Samarqanddagi uyini sotsa borib, bunaqa uydan 4 tasini oladi. Endi siz mana shu sog'ishlik yurursangiz, aka, bu dunyoda 1-2 bo'lmaydi, hech qachon. Do'stingizni, aka, do'stingizni xursandchiligiga, yutug'iga siz xursand bo'lishingiz kerak, aka. Kimdir bilan sog'ishlishingiz kerak emas. Pol yoqdimi, pol? Zo'r hatto olding Nodir. Polni menga Archali polmi nima? Men mashinaga imенно shunaqa rangi, mana shunaqa stilini bozordan umuman topa olmadim. Shuning uchun men yo'q, Mafga bordim. Mafda mashina ko'rib qoldim, yoqdi, okalar men bilan barterga ishlashga rozi bo'lishdi. Xo'p, bo'ldi. Qaranglar. Muzdek akroshka bor. Chamiz ketadimi? Keyin undan keyin somsa bor. Undan keyin mampar bor. Bitta xizmat qiling qani endi. Davay yordamlashaman. Chekla bor, chekla. Men Nodirga yordamlashaman. Shu nima qilamiz, bratim? Nimadan boshlaymiz? Muzdek akroshkadan boshlaymiz. Mashitda endi Noir oshxona solanar ekanda, o'rtoqlar. Mabodoga nima deysizlar? Misol, meni YouTube videoyimga shunaqa lokatsiya kerak bo'lib qolsa, Nodir nima der ekan? Yo'q deydi. Yo'q deydi Nodir. Qizg'anchiqda Nodir. Shunda uyda kosa yo'q ekanda, o'rtoqlar. Ha, Noir shuncha harakat qildi, shuncha qiynaldi, oxiri mana natijaga erishdi. 7 oy mana rostdan asablarim ishlab, kosa qatta bratam, kosa mana ichkari. Hazilkash! Yo'q, hammasini nurni oldim. Yo'q. Mehmon uchun-da. Yaxshi, uy yomon emas. Masalan, hazillashib turamiz.
uy juda ham did bilan qurilgan. Eslayman, Nodir o'zi hech kimga muammosini aytmay, o'zi qurdi xullas. O'zi prorab bo'lib, o'zi xohlagan narsasini, o'zi xohlagan dizaynini qurdi. Jo'longa shivart ko'p ekan-a. Bundan kelib sumkam ilib ketsam, shunga o'tiraveradi. Ha, kamol joyi ekan, huzur. Oilaga akam gapirib olaman, akamga. Xullas, bolalarga akroshka suzganman. Suvdan kelishdi endi, hozir muzeyimizda akroshka chiqarishadi. Ey, suvdan keldinglar, balki muzeyroq narsa qolasizlar. Ben videoga oldimmi yo kontrol qilib turmanmi? Kir bo'lishi keladimi? Mana buni eshigini ochsanglar, musorni og'zi ham ochilar ekan, Ko'rsang? Ha, ochyapman. Musorni og'zi ham ochilyapti. Krishkasi. Mani uyimda любой joyda musor tashiysiz. Вот rosta, вот. Mana uxlayotibmanmi, bana yeymanmi, otvoraman xatga tushdi. Shunaqa aka. Qoyilman. Endi ikkinchi ovqat bu somsa, oyim qilganlar, o'shancha bolalarning oldiga olib boramiz. Qani. Oo. O'rtoqlar, onaning somsasi, nafaqat somsa, balki qilingan barcha taomlari juda ham mazali bo'ladi. Mana hidini qarab bilinib turibdi. Bu o'ylaganimda-ku, nimaydi, istishni bilagan bola. Yo'q, u millichada, чисто, Jaydarinskiy. Jaydarinskiy bilan O'zim ham Gulchehra. Gulchehra opa, mana siz qilib bergan somsalarni hozir yeb ko'ramiz. Ko'rinishi ham juda ham chiroyli. Iloyim, mana shu xonadonlarda chiroyli to'ylar ham qilaylik, tez orada. Ha, aytgan. Duolaringiz bilan, hammasi duolaringiz bilan. Aytganing kelsin. Wow. Ajib. Bu mana sanuzlam. Alohida spalingni, master spalingni o'ziniki. Bu ham ichkariga ulangan ekan, внутренний. Ha, внутренний bo'lgan. Tepadan qatdan tushadi. Tepadan qatga o'tirasiz. Nima? Tepadan suv tushishi. Og'irgan. Qulay ekan, men bilib bo'yana qo'yib. Noqulay emasdan to'rtburchak katta bo'lmaydi-da. Og'zi ichlaridan yuz o'rgan. Sizga aytayotganim shu ikkalazim. Baxshi farosatlar yo'q ekan bor. Yotibdi, kirib olsa. Mannamga kirib chiqasanlar, men to'yimga kirib chiqasanlarmi? Qalay yoqdimi matras yumshoqligi? Matras, men birinchi marta bunaqa matras yotib ko'rishim, chunki men yerda yotib katta bo'lganman. Birov yotganini o'rmaydi. Jin yaxshi ko'radi deb eshitdim sizni. La, Gucci juda ham. Sergeldan ko'p bolalar yaxshi ko'radi Gucci. No originalini keldi hozir. Bular originali. Gucci. Shuba ham. Ha, shuba ham. Oq ham zo'rda, oq. Oqdan olganman. Oq ayoq bilan qora ayoq yuramiz deb. Xuddi shu shubani oqib borazimda. Bu yoqda hamaqasi bor. Anaqalarni Shimlarni qasillarni. ha, shimlarni ancha qilib qo'ysangiz bo'ladi. Xudo qilib, ichkari. Anaqa qilib uni ochganingiz soatli turadi. Unisi yazga pul yetadi. So'la hozir manpar suzaman. Bu eng qichu manparlardan bittasi. Bolalar yeb baho beradi. Davay. Bu yoqda bolgarskiy bor, pomidor bor, chesnok bor. O'sha suzishdan 5 minut oldin sovurish kerak, o'rtoqlar. O'shanda yeyotganda qisir bo'lib mazali chiqadi manpar. Manpar keldi. Ana, balaga Nodirda qasi yo'q. Lekin buni ichish kerak bolalar. Bolalar juda jo'lon yo'qmi? Jo'lon! To'litama qolsa, Jo'lonchi! Ketirib ko'ramiz. Manpar deysizlar bolalar. Mana bosga. Dur. Manpar yeymiz. Ketdi.
Zo'r matras ekan-a. Yo'q endi mana. Jo'lon uxlab yuboribdi-yu. Voy, Jo'lon chiq! Manbar keldi. Uxlaman Noir xonasida. Oha, chiqib keldi. Ha, matras yoqdimi deyman, uxlab olding. Har kuni mana shunaqa qiladi, soatlab shunaqa. Yeysanmi, do'masan? Yo'q, yemayman. Rahmat aka. Yemaysanmi? Yeb ko'r. Qoshiq yo'q, qanaqa yeyman akam? Xullas, bu oynani men anaqa Pinterestdan ko'rdim-da. Shotlandskiy oyna deyiladi. Keyin Glassboxdagi Sardor akaga shunday tashuvdim, mana shu oynani qilib berdilar. Qalay? Rostdan aytaman, juda ham zo'r ekan, juda ham tiniq ekan oyna. Reklamni gapirman. Yo'q, rostdan odam attrajeniyasi o'ziga yoqyapti. Men o'zim krasavchik deb birinchi marta hisoblayman. Mana oynaga qarayapman. Neoklassika uylarda mana shunday oynalarni kuzatishingiz mumkin va minimalizm bo'lgan uylarda mana shunday oynalar. Bu oyna shunday taassurotni beryaptiki, xuddiki orqada bizni kimdir kuzatayotgandek go'yo. Yo'q, lekin uni Shohruz tekshirishi bilar ekan. Tekshirishni bilaman. Xullas, barmog'inglarni oynaga olib kelib qo'yasizlar. Agarda barmog'inglarni o'rtasida zazor bo'lsa, to oynani orqasida hech kim yo'q. Agarda barmog'inglar bir-biriga tegib tursa qo'yganinglarda, o'sha payti orqadan kimdir kuzatayotgan bo'lishi mumkin. Zazor bundoq qo'yib turganda o'rtada zazor bo'lishi kerak. Mana zazor bor mana, qara. Zazor bor hozir. Agar qo'ling bir-biriga yopishib tursa, endi gastinitsiyaga borganingizda tekshirib ko'rsanglar bo'ladi. Oilaviy boradimi, yaxshiligi aytayapman-da. Shohruz ko'p gastitsiyada shunaqa tekshirib turadi oynalarni. Keyin anaqa. Xitoyda tekshirganman, mana yaqinda Turkiyada tekshirdim, Batumida tekshirdim. Sabab bor unga yarasha. Ha, Sababsiz zazor bormi o'rtasida? Ha, chunki men gastinitsiyadan yuvinib chiqqandan keyin xalatsiz prosta anaqa yurishlarni yaxshi ko'raman. Yo'q, o'rtoqlar, mana shunaqa oynalar kerak bo'lsa, bemalol Sardor akaga murojaat qilsanglar bo'ladi. Agar mabodo menga ham kerak bo'lsa, aytsam qilib beradilar, to'g'ri? Nomerlari qoldi mana pastda. Sen qo'ling qichyaptimi sen? Reklama ostimi? Zo'r, menga yoqdi oyna. Sardor aka, Sardor akammi? Sardor aka eng zo'ri siz, ishoning. Men bundan tashqari dushoy kabinkalarni olib berdilar. Yo'q, dushoy kabinkalar вообще zo'r. Kirasiz, oyna parlanmas ekan. Shu darajada zo'r. Sanjeko, aka, endi o'zingiz bitta duo qilib bersangiz. Chiroyli duo, aka, mana shu. Chiroyli duo. Uylarda inshaalloh to'ylar bo'lsa. Ilohomiy. Mana Nodir uyga keldik, ko'rdik, uy juda ham zo'r chiqqan. Oyna xursand bo'lganlar, videolardan ham ko'rdik. Ilohim shu uyga iymonli, insofli, odobli qiz kelsin, kelin. Oyingni, sana xizmatingni ilohim qilib yursin, men beminnat qilsin. Amin. Qolgan hammaga ham shunaqa kunlar nasib qilsin. Eng yomon kuning shu bo'lsin. Inshaalloh o'zimga ham kim uylanmagan Kunlar bo'lsin shu uylarda inshaalloh. Inshaalloh. Ko'raylik. Hammamizga ham nasib qilsin shunaqa qizlar, farzandlar. Robbana atina fid dunya hasana fil oxirati hasana va qina azobannar. Amin. Allohu akbar. O'rtoqlar, videoni shu paytgacha ham ko'rayotgan bo'lsanglar, like bilan podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Uyni ko'rib havas qilgan bo'lsanglar, eng kamida sizlarga ham shunaqa uylar nasib qilsin o'rtoqlar. Xayr, salomat bo'linglar, charchamanglar.